bir xil yozishadi. Menga skidka qilib bering yoki namcha qimmat yoki meni pulim yo'q degan savollar kelib qoladi-da. Lekin o'sha skidka so'ragan ayollarni men xo'p deb darsimga qo'shsam, 2 kundan keyin boshqa kafe, restoranlarda mazza qilib, umuman noto'g'ri ovqatlanishda o'tirishgan bo'lishadi yoki butiklarda yoki o't-bo'tlarda juda ham bemalol garchilikda pul sarflayotgan bo'ladi. Endi qarang, offlayn darsimda ham, onlayn darsimda ham 1 yilda bitta narx oshadi. Nima uchun? Insonni har xil o'zini qo'shgan yangilik temalari, yangi ma'lumotlari, bu ma'lumotlarni biz qayerdan olamiz deb o'ylaysizlar? Bu ma'lumotlar uchun biz ham o'qiymiz. O'qiyapsiz, to'g'rimi? Biz ham sarflaymiz, o'qiymiz va shu ma'lumotlarni sizlarga juda ham chiroyli tarzda yetkazishga harakat qilamiz. O'tgan videolarimizni, sizlarga yetkazib berayotgan videolarimizni hammasi pul turadi. Hech narsa tekinga olinmaydi. Maqsad yaxshimi, yomonmi insonlarga, tushunmovchilik bo'layotgan insonlarga har bir narsani chiroyli batafsil o'rgatsak, insonlar g'amga, qayg'uga, kasallikka bormasligiga ozgina bo'lsa ham o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Skidka hech qachon e'lon qilmayman. Nimagaki, men o'zimni darsimga yaxshi baho berganim uchun va chiroyli, yaxshi dars o'tganim uchun, batafsil har bir narsani ipidan ignasigacha o'rgatganim uchun, hech narsani berkitmaganim uchun, hech narsadan qo'rqmaganim uchun, kammi, ko'pmi, qancha odam me'yorida bo'lsa, u odamlar bilan individual ishlash vujudga keladi va bemalol savollariga javob bera olamiz. Bitta gruppaga 120 ta odamni qo'shib qo'yib, skidka e'lon qilib qo'yib, lekin bittasini ham gapini eshitmasdan hammaga bir xil narsani o'rgatib, ozg'inga ham, semizga ham, kasalga ham, og'riqqa ham bo'lar bo'lmas narsani o'rgatgandan ko'ra 20 ta odam olib zo'r ishlagan yaxshi. Insonlarning har xil toifasi bo'lar ekan. O'zi uchun juda ham ideal qarashni istagan, nima o'rgatyapsan, ido qilishni istagan va qiladigan odamlar bor. Shunchaki qiladigan odamlar bor, umuman qilishni istamaydigan odamlar bor. Natija insonlarning o'zlariga bog'liq bo'ladi. Kim berayotgan har bir mavzuni, har bir temani, mashqlarni, ido hammasini bajarsa, natija shunaqa bo'ladi. Kaltni uzun, qisqa qilib bajaradigan bo'lsangiz, natija shunaqa bo'ladi. Lekin o'zgarish, qanchalik o'zgarish xohlagan inson hammasini batafsil o'zgartiradi. Onlayn darslarda misol uchun dietovga qatnashdim, mana dietovga qatnashdim, unda mamnaqa bo'ldi, mamnaqa bo'ldi, natija bo'lmadi deb menga yozishadi. Nimaga? Chunki chala qilishadi. Yoki menga sirini o'rgatmadi, mamnaqa sirini o'rgatmadi deb aytishadi. Men bir narsani shubha qilyapman deb aytishadi. Men aytaman, agar o'sha sirni o'zi bilsa, o'rgatadi. Bilmasa qayerdan o'rgatadi? Masalan, siz siri bor deyapsiz, bitta ozish siri yoki semirish siri bor deyapsiz. O'shani sizga o'rgatyapti, to'g'rimi? Siz u narsani qilyapsiz, lekin nimadirda tushunmayapsiz, savol bering. Savolga javob olasiz. Lekin siz siri bor, o'rgatmayapti deyotgan narsani o'sha dietovg o'zi bilmasligi mumkin. Insonlarni ishlash tajribasi bo'ladi. Tajriba qancha yuqori bo'lsa, malaka shuncha darajada yuqori bo'ladi. Sizga berilayotgan bilim ham shu darajada yuqori bo'ladi. Shuni inobatga olishingiz kerak.